Çengiga. Yemin ederim güçlü boran bu. Gözüm kum kirib ketdi, gözüm. Aycan. O yerda qumdan boshqa hech nima yo'q. Tasama bir. Ajabmi usab ketdi. Apa, biz nega boramiz? Nemishqa uyimizni tashlab ketdimiz? O, suv manbasi bulg'unib, biz yashqidek imkoniyat qolmadi. Biz pokiz suv manbasi tepish uchun ketyapmiz. Ha? Nemish bu? Yomg'ir yig'yotidi-ku. Ko'pchilik, bu o'rmonlikqa qaranglar. Bo'lmasa musha turib qolayli. Bu yerdagi dal-daraxtlarning buyuk paraqsan o'zgani qarg'anda bu atrofda cho'qim suv bor. O nimada? Suv. Tangrim, biz pokiz suvni oxiri topdik. Biz oxiri topdik. Vava, bo'yningdagi ko'k yaqut bek chiroyli ekan. Uni bek yoqtirib qoldim. Menga bergin, bo'landi. Kechirgin, uni men eng yaqin do'stimga sovg'a qilmoqchi edim. Ha? Bey doktor suv ichib-o'tadi-ku. Bu suvni issiz bo'lmaydi. Bu suvni issiz kasal bo'lib qolasiz. Issiz bo'lmaydi. Bu suv shundoq pokiz tursa, qandoqsa kasal bo'lib qolg'dakmi? Ansirmanglar, sizlarga desam, bu yerdagi suv bo'lganmagan. Shu xotirjamalda ichsanglar bo'ladi, ha? Ding ding! Ding ding! Ben dünyadaki en güzel joydan birini topdim. Mana geldim. Beni saklap dur. Oy can. Sen topgan en güzel joy mushu mu? Boshqa yer bilan o'xshashgan-ku. Shuncha yiroqdan chaqirishing mushu eski joyni ko'rsatishmaydi. Qarmamsan, nima degan güzel. Yana taqa ilonga chushquli bo'ladi ekan. Men bularni momamning to'lg'an kuniga sovuq qilaymikin deyman. Momam bu yerni hargiz yoqtirmaydi. Sana desam, momam kichik vaqtida ilonga o'ynashni bek yaxshi ko'rdi ekan, to'q. Ilonga o'ynashga men hammadan usta. Momamni shundoq degan, bu yer menga bek mos keladi ekan. Bo'ldi, bu yerni men sovuq qilg'in. Xam xiyol qilg'uchi bo'lma. Men bu yerni momamga sovuq qilaman. Bo'lmaydi. Bu yerni ikkimiz birlikda topgan. Bu yerni men avval topgan. Bu yer meniki. Tez jo'sh, ilonga o'ynag'uchi bo'lma. Tez jo'sh. Tushmayman qo'taza. Kela, biz baslashib boqayli. Sen bilan o'ynamayman. Men momamning qishig'i boraman. U hammadan usta. Sen qarab tur. Ma'qul. Men seni saqlab turaman. Kim kelsa baribir. Men qo'rqmayman. Vava, qarg'ina, bu yerning manzarasi nima degan go'zal. Daraxtlar nima degan egiz. Biz o'tirgan bino nima egizgan. Qarg'anda bu yerda odamzod turib baxmagan o'xshaydi. Mening bu yerda turg'um yo'q. Lekin men yoqtirib qoldim. Bu yerda daraxtdan boshqa hech narsa bo'lmasa biz qanday hayot kechiramiz? To'xtab tur ding. Mening gapimni anglamading. Sen meni asaldan ok o'rnida ko'rmaysan. Nimaga cho'g'chilik qilasan? Faqat bu yo'lmandan ozroq egiz qo'shu. Qarab tur, menga qarshi chiqsang, oxir pushaymon qilasan. Asli bu yerda turdiganlarmi borkan-ku? Hay! Tinchlikmi? Bo'ldi. Bo'yinlarlarimni qo'yding deng. Bu qatim seni harigiz kechirmayman. Men ding-dingmi? Ding bo'lma, yana kim bo'lading? Siz kim bo'lasiz? Men sizni burun ko'rib boqmabdi ekanman. Adabsizkensiz. Sizga gap qilmayman. Kechiring, sizga ochiqlanmadim. Kechiring, ha? Rasma? Rost? Undaqda ding-ding degan kim u? U mening inim. Aslida iningizga ochiqlaydi Shundoq, ekansizda. endi savolimga javob bersangiz bo'lamdi. Men bir oqchimela, ismim Vava. Sizchi? Men Seriq Jumila, ismim Lola. Men azaldan sizni ko'rib boqmabdi ekanman. Biz hozir uy ko'chyapmiz. Uy ko'chyaptimi? Men bu yerdan o'tib ketayotgan. Ko'chmanglar, bo'lmasa mush yerda turib Bu qo'yinglar. yerda pokiz suv bormi? Albatta
vaqti bor. Mush yerda turib qo'yinglar. Men shunday bo'lishini umid qilaman. Biroq bey doktor nima deydiki? Sizlarni qarshi olaman. Ajabli zerikib ketdim. Lolaning hozirgacha qaytib kelmaganiga qaraganda, u texnichi mendan xafa bo'lib yetibdi-da. Vah, keldik. Balalarım, musiya şu. Qani qaranglar. Bu dunyodagi eng go'zal joy. Biz bu yerda oilamizni qaytadan qurib chiqaylik. Vah, nima degan chiroyli. Agar yana bir kichik daryo bo'lgan bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Oh, bu kimning bolasidir? Kichik do'st, isming nima? Mening ismim Ding. Oh, ding. Nima degan yaqinli qizim bu? O'zingiz kim bo'lasiz? Men azaldan sizni ko'rib boqmabdi ekanman. Bu yerga nima qilib keldingiz? Men bu yerga yangi uy izlab keldim. Bundan keyin musha mening uyim. Bo'lmaydi, hargiz bo'lmaydi. Hay, gap qilganda diqqat qiling, bo'lamdi. Men yiqilganman. Men sizdan qo'rqmayman. Lola, momam qilgan so'g'itini boshqa tortib oldi. Tozimi to'g'ri yurak nima ekan bu? Vova, qarang. Bu yer superdig'ari. Sunukomi bu yerda turib boqqan. Vah, superdig'ari. Men bilan yuring. Bu yer dunyodagi eng yaxshi joy. Biz birlikda sakraylik. Biz g'alaba qildik. Vah, ajab chiroyli ekan. Menga erishmang, pul tutib keling. Bu yer pek chiroyli ekan. Demak, siz bu yerda qilishga qo'shildingizmi? Mening qo'rqog'im bor, biroq bey doktordan so'ramasa bo'lmaydi. Bey doktor deganingiz kim o? Nemish qonunda so'ramasangiz bo'lmaydi. Qiz bola deganing rost yuragi kichik bo'ladi ekan. U degan mening buvam. U sizlarni bulg'anishdan yiroq joylarga olib boraman deydi. Men keyin ko'rishmay qolishimizdan bek ansirayman. Vova, ketmang. Men siz bilan do'st bo'laman. Ketmang, bulamda o'tinib qolay. Ketmayman deb menga va'da bering. Unda qilsam bo'lmaydi. Bey doktor cho'qib qo'shilmaydi. U ko'pchilikni boshlab yiroq joyga bormoqchi. Men sizni aslab turman. Men sizni aslab turaman, chunki biz degan yaxshi do'st. Aras, unutib qog'ili tas qopdiman. Bu ko'k yoqutni sizga sovg'a qilay. Menga ko'k yoqutning lozimi yo'q. Faqat siz bilan do'st bo'lsam bo'ldi. Vova, ketmang, bulamda. Men bey doktorga day. Lola! Lola! Ding. Lola! Eski, ding azalda meni oq o'rnida ko'maydi. Ding, nima deb kelding? Chatoq bo'ldi. Tug'ilgan kun sovuqda endi yo'q bo'ldi. Nima? Nima dedi? Men momomga yoqsa, momom tayyorlagan tug'ilgan kun sovuqsi, eliqi inangish boyani bir soqolli qer tortib oldi. U yana nurg'un odamni birga boshlab kelibdi. Cho'qim bey doktor. Uning yeliq soqolli qer bilan tilib ber. Qolay bu qiz so'zlama. Vova degan mening do'stim. Yura, meni boshlab qo'y. Hay, saqlab turinglar. Men boraman. Bundan keyin hammamiz bu yerni muhitini asraylik. Hargiz ziyonga uchratmaylik. Lola, yeliq soqolli qer ana. Bu yer bizning yangi uyimiz. Bu yer sizlarning uyinglar emas. Bu yerda tursanglar bo'lmaydi. Men Xo'z mamamni chaqirib sizlarni bu yerda ketkizib o'taman. Xo'z momamni ona bilan ko'rishmak uzun yillar bo'ldi. Quruq gaplaringni qo'y. Sizlar kim? Nima qilib keldinglar? Men bey doktor bo'laman. Xo'z momanglar xat yozib, bizni bu yerga kelishga taklif qilgan. Agar xatolashmagan bo'lsam, ismim Mingming'u deyman. Ismimning nima bo'lishidan ko'rin bo'lmasin. Chiqib bu yerda tursanglar bo'lmaydi.